sekinlashtirib qo'ydim ancha. Shu tezligi. Boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. O'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan navbatdagi mavzuyimiz O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohadagi islohotlar va siz bilan Tarix fakulteti tarix kafedrasi o'qituvchisi Jamshidbek Dushamov. Bugungi mavzuyimizda quyidagi rejalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi, faol ijtimoiy siyosat aholini kuchli himoya qilish omili. Ikkinchi rejamiz sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar va uchinchi rejamiz O'zbekistonda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikning ta'minlanishi. Tez emasmi? Birinchi reja Yaxshimi? yaxshi. Bo'ladi. Demak, ikkinchi slayddan boshlayverasiz. ikkinchi. Birinchi rejamiz faol ijtimoiy siyosat aholini kuchli himoya qilish omili. 1980-yillar oxiriga kelib O'zbekistonda og'ir ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat yuzaga keldi. Davlat budjeti defitsiti, inflyatsiya darajasining ortishi, iste'mol tovarlari yetishmovchiligi hamda ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi aholining turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra 1989-1990 yillarda aholining 45% yashash minimumidan past darajada daromad olgan. Uy-joy, sog'liqni saqlash va ta'lim muassasalari yetishmas edi. Ana shunday og'ir sharoitda O'zbekiston mustaqillikka erishdi. Mustaqil taraqqiyot yo'lining asosiy tamoyillaridan biri sifatida kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirish belgilandi. 1991-1995-yillarda aholini ijtimoiy himoya qilish ustuvor vazifa bo'ldi. Bu davrda ommaviy ishsizlikning oldini olish, narxlarning erkinlashuvi natijasida aholi daromadidagi yo'qotishlarni kamaytirish, shuningdek, sog'liqni saqlash, ta'lim, fan va madaniyat tizimlarining barqaror faoliyatini ta'minlashga alohida e'tibor qaratildi. Ana shunday davrda ijtimoiy himoyaning huquqiy asoslari yaratildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risidagi qonun, aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida va mehnatni muhofaza qilish to'g'risida, davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to'g'risida, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan ishlab chiqilgan taraqqiyotning 5 tamoyilidan biri o'tish davrida aholini kuchli ijtimoiy himoya qilish kabi normalarida o'z aksini topdi. Shuningdek, mamlakatimizda qariyalarni qadrlash yili 2001-yilda, 2002-yilda obod mahalla yili, 2004-yilda mehr muruvvat yili, 2007-yilda ijtimoiy himoya yili va 2008-yilda yoshlar yili, 2009-yil qishloq taraqqiyoti va farovonligi yili, 2013-yil keksalarni e'zozlash yili va 2015-yilda mana shunga o'xshagan dasturlar va ijtimoiy siyosatning ustuvor yo'nalishlari ta'minlandi. 1991-2000-yillarda erishilgan natijalarga ko'ra, qishloq aholisini tabiiy gaz bilan ta'minlash 17% dan 78%gacha, ichimlik suvi bilan ta'minlash esa 52% dan 77%gacha oshdi. Aholi uchun 70 million kvadrat metr turar joy majmualari qurib foydalanishga topshirildi. Shu islohotlarga qaramasdan ayrim ijtimoiy muammolar ham saqlanib qoldi. Bu holat 2016-yildan boshlab Bosh vazir virtual qabulxonasi va 2017-yildan faoliyat boshlagan Prezident xalq qabulxonalariga kelib tushgan murojaatlar orqali yaqqol namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan xalq davlat idoralariga emas, balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyil davlat boshqaruvi tizimida tub o'zgarishlar amalga oshirilishiga sabab bo'ldi. 2017-yildan boshlab arzon uy-joylar qurish ko'lami yanada kengaytirildi. 2017-yilning o'zida 800 ming kvadrat metr uy-joy foydalanishga topshirildi. 2019-yilda Toshkent shahrida 420 ming kvadrat metr uy-joy qurildi. Shuningdek, obod qishloq dasturi 2018-yildan boshlab va obod mahalla dasturi 2018-yilda davlat dasturlari asosida minglab qishloq va mahallalarda keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi.
So'nggi yillarda kambag'allikni kamaytirish masalasi ham davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylandi. 2019-2020 yillarda aholining 12-15% kam ta'minlangan qatlamni tashkil etganligi qayd etildi. Shu bois aholini ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o'rinlari yaratish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Pensiya tizimi ham isloh qilinib, 2019-yil 1-yanvardan e'tiboran ishlayotgan pensionerlarga pensiyalari to'liq miqdorda to'lanish boshlandi. Nogironlar, ayollar va ehtiyojmand qatlamlarga ijtimoiy yordam kuchaytirildi. Xulosa qilganda, kuchli ijtimoiy siyosat tufayli O'zbekiston murakkab o'tish davrini ijtimoiy ziddiyatlarsiz bosib o'tdi hamda mamlakatda ijtimoiy siyosiy barqarorlik asoslari ta'minlandi. Va bizning navbatdagi rejamiz sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, uni rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarish va aholi salomatligini himoya qilish muhim vazifaga aylandi. Chunki aholi salomatligi mamlakatning barqaror iqtisodiy taraqqiyoti va sog'lom ishchi kuchi manbai hisoblanadi. Shu maqsadda 1996-yil 29-avgustda fuqarolar sog'ligini saqlash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu hujjatda sog'liqni saqlash tizimiga yangicha yondashuv asosida e'tibor qaratish belgilandi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida tibbiyot sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga ham e'tibor qaratildi. 2001-yilda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan litsenziya olgan nodavlat tibbiyot muassasalari soni 1700 taga yetdi. Xususiy tibbiyot xizmat ko'rsatuvchi subyektlar soni esa 4000 taga yetdi. Sog'liqni saqlash sohasiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilishini yillarga berilgan nomlar orqali ham ko'rish mumkin. Xususan, 2000-yil davlatimizda sog'lom avlod yili va 2001-yil esa ona va bola yili deb e'lon qilindi. Va 2005-yil homiylar va shifokorlar yili, 2014-yil sog'lom bola yili, 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Islohotlar natijasida muhim ijobiy ko'rsatkichlarga ham erishildi. Xususan, mustaqillik yillarida umr ko'rish davomiyligi 90-yillardagi 67,2% yoshdan 2012-yilda 72,9 yoshga yetdi. Bu ko'rsatkich erkaklarda 70,7 yosh, ayollarda esa 70,2 yoshni tashkil etdi. Ona va bola salomatligini muhofaza qilish masalasida ham alohida chora-tadbirlar ko'rildi. Bu boradagi ishlarni Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti va Birlashgan Millatlar Tashkilotining UNICEF tashkilotlari tomonidan yuqori e'tirof qilinganligini ham ta'kidlash joiz. O'zbekistonda ayollar uchun yaratilgan sharoitlar bo'yicha 125 davlat ichida 19-o'rinni egallagani ham dunyo hamjamiyati e'tirof qilmoqda. Navbatdagi masalamiz profilaktika va epidemiyalarga qarshi chora-tadbirlar natijasida ko'rilgan natijalarni ko'rib o'tamiz. Mana shu xususda sog'lom ona va sog'lom bola dasturi asosida emlash ishlari amalga oshirildi va 2010-yilda sog'lom bolalar ulushi 62,6% ga yetdi. So'nggi yillarda sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2019-yil 9-noyabrdagi bayram tabrigida qayd qilingani singari sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish bo'yicha 170 dan ortiq huquqiy hujjatlar qabul qilindi. 2019-2025-yillarga mo'ljallangan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Tez tibbiy yordam xizmati tubdan yangilandi. Tez yordam brigadalari soni 818 tadan 1666 taga yetkazildi. 1500 dan ortiq tez tibbiy yordam mashinalari xarid qilindi. Hududlarda onkologiya, nefrologiya kabi yo'nalishlarda ixtisoslashgan markazlar soni 16 taga yetkazildi. 300 dan ortiq ixtisoslashgan bo'limlar va 14 ta respublika ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari filiallari tashkil qilindi. Xususiy tibbiyot rivojlanib, klinikalar soni 5300 tadan oshdi. Xorijiy davlatlar bilan hamkorlikda 100 dan ortiq zamonaviy xususiy klinikalar faoliyati boshlandi. Shu bilan birga mamlakatimizda 7 ta oliy tibbiyot o'quv yurti, ularning filiallari va 22 ta xalqaro fakultetlar tashkil qilindi.
sohaga ajratilgan mablag'lar ham oshdi. Masalan, 2017-yilda 7,1 trillion so'm ajratilgan bo'lsa, 2019-yilda bu 12,1 trillion so'mni tashkil etdi. Va keyingi masala, keyingi rejamiz O'zbekistonda diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikning ta'minlanishi. Respublikamizda ijtimoiy siyosiy barqarorlikni ta'minlashda millatlararo omillarning ahamiyati muhim hisoblanadi. Qadimda mamlakatimizda turli madaniyat va sivilizatsiyalar vakillari, turli xalqlar, etnik guruhlar aralashib, do'stlik va hamjihatlikda yashab kelgan. Chor Rossiyasi, so'ngra esa sobiq ittifoqning migratsiya siyosati aholining etnik tarkibi yanada xilma-xil bo'lishiga olib keldi. 1989-yilda Madaniyat vazirligi qoshida Respublika millatlararo madaniyat markazi tuzildi. Mustaqillik yillarida yaratilgan imkoniyatlar tufayli bu jarayon tez rivoj topdi. Milliy madaniy markazlar faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida 1992-yili yanvarda Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil qilindi. Mamlakatimizda 1992-yilda 12 ta milliy madaniy markaz faoliyat olib borgan bo'lsa, 2002-yilga kelib viloyatlar bilan birgalikda ularning soni 138 tani tashkil etdi. 1992-yil 7-martda Prezident farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida din ishlari bo'yicha qo'mita tashkil etildi. Bu bilan mamlakatimiz aholisining diniy e'tiqodi erkinligi kafolati belgilandi. Diniy axloqiy mavzuda ko'plab kitoblar chop etildi. Bu xayrli ish hanuzgacha davom etmoqda. Respublikamizda kishilar ma'naviy kamolatida islom dinining katta ahamiyati kasb etayotganini inobatga olib, diniy tashkilotlarning erkin faoliyati ko'rsatishi uchun keng shart-sharoitlar yaratib berildi. Millatlararo totuvlikni ta'minlovchi huquqiy zamin yaratildi. O'zbekiston millatlararo totuvlikni ta'minlovchi huquqiy zaminlar yaratildi. O'zbekiston Respublikasining Mana shundan boshlang. Shu 7-chi davom etamiz. Shuni boshlang. Millatlararo totuvlikni ta'minlovchi huquqiy asos yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida O'zbekiston xalqini millatidan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasining fuqarolari tashkil etadi degan modda 8-moddada O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeyidan qat'iy nazar qonun oldida tengdir degan 18-modda bu mamlakatimizda bu boradagi islohotlarning huquqiy asosi yaratilganligidan dalolat beradi. 2017-yil 19-mayda millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida Prezident farmoni qabul qilindi. 2019-yil 15-noyabrda esa millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlash to'g'risidagi Prezident farmoni qabul qilingan bo'lib, bugungi yangi O'zbekistonda barcha millat va illat vakillari O'zbekistonni o'zining umumiy uyi, vatani deb hisoblaydi. Uning ravnaq yo'lida sidqidildan xizmat qilmoqda. Bu O'zbekistonda yuritilayotgan oqilona milliy siyosatning mevasi hisoblanadi. Bugungi mavzuda ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan asosiy jihatlar mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun